Muhammad Yusuf vatanga muhabbat jo'sh urgan, har qalbga jo bo'lgan betakror she'rlari, oddiy, lo'nda va tiniq misralari, qiyosi yo'q ijodi bilan xalqimizning sevimli va ardoqli shoiriga aylangan ijodkor. Muhammad Yusuf hayotda qanday inson edi? Qay fazilatlarni qadrlardi-yu, odamlardagi qay jihatlarni yoqtirmasdi? Bu haqda ijodkorning farzandi shunday fikrlarni bildirdi. Muhammad Yusuf qanaqa inson bo'lgan degan savolga har doim aytaman, o'qiganmisiz Muhammad Yusuf she'rlarini? O'qiganman. Xuddi she'rlari qanaqa bo'lsa, o'zlari ham xuddi shunaqa bo'lganlar. Xuddi she'rlaridagi samimiy, oddiy, keng fe'l, hammaga nisbatan juda ham odil inson bo'lganlar. Oilada odatda qizlarga onalar yaqin bo'ladi. Lekin bizda buni tamoman aksi bo'lgan. Oilada 3 ta qiz, bitta o'g'il bo'lganmiz, lekin qizlar onamizdan ko'ra adamimizga yaqinroq bo'lganmiz. Barcha sirlarimiz, barcha muammolarimiz hammasini onamlar bilan emas, adamlar bilan bo'lishardik. Chunki bizani har qanaqa vaziyatda ham hech qachon urushmasdilar-da, to'g'ri yo'l ko'rsatardilar. Birinchi o'rinda maslahatgo'yimiz va yaqin do'stimiz bo'la olganlar biz farzandlar uchun. Insonlardagi samimiylikni qadrlardilar va to'g'ri so'zlikni, juda ham g'azablarni keltiradigan narsa bu yolg'on edi. Shoir she'rlarda ayollarni qanchalik ulug'lagan bo'lsa, hayotda ham xuddi shunday e'tibor ko'rsatgan. Ayol kishini o'zlarini she'rlarida keltirganda juda ham qadrlab, ardoqlab, e'zozlab, ehtiyot qilganlar, lekin shunga yarasha juda ham talabchan turmush o'rtoq bo'lganlar. Muhammad Yusuf doim ilmga, o'z ustida ishlashga intilgan, farzandlarini ham bilimni qadrlashga undagan. Adam hech qachon o'zlarida bor bilim bilan chegaralanib qolmaganlar. O'zi she'rlarini o'qisangiz ham tarixi, dunyo adabiyotini, jahon adabiyotini yaxshi bilishlarini sezilib turadi. Bunga sabab men o'ylaymanki, juda ham ko'p o'zlariga nisbatan talab qo'yardilar, juda ham ko'p o'qirdilar, juda ham bilimga, ilmga e'tiborli inson bo'lganlar. Qadrlaydigan jihatim, har bitta oilalaridan har oy albatta bitta kitob olinardi. Hozir uyimizda 3,5 mingta kitob bor. Kuzak keldi, soriq tortdi yaproqlar, dunyoni bir ajib sirlar so'roqlar, ko'nglimni kuydirib o'tar firoqlar, diydor qiyomatga qoldimi ota? Yashash xiyonatmi omonat jonga? Umringni ulasa so'ngsiz armonga, bir savol o'rmalab kiradi qonga, diydor qiyomatga qoldimi ota? Qanotsiz qushdayin men xolis zabun, sizga maqtalligim ortar kunma-kun, har ikki dunyoning sog'inchi uchun, diydor qiyomatga qoldimi ota? Bisotim so'z mening taskin tasalli, xayollaringizda bo'lsam aqalli, kelmaysizmi meni baxtli qilgani? Diydor qiyomatga qoldimi ota?